Zax o'tkazmasligi uchun uyumma polni taxtadan qilishim shartmi? Xo'p, taxta haqiqatan ham zax o'tkazmaydi, lekin taxtani bitta ikkita minus taraflari bor, sanab o'tib ketaman. Uyingizni polini taxtadan qiladigan bo'lsangiz, birinchidan bu uyingizni interyerini unaqa chiroyli ko'rsatmaydi, chunki taxta qilish ancha eskirgan uslub hisoblanadi. Undan tashqari qarang, orasidagi ochiq joylardan sovuq havo kirishi mumkin, qanaqadir har xil hasharotlar chiqishi mumkin. Bu sizga noqulaylik tug'diradi. Endi uni izolyatsiya qilaman, falga solaman deydigan bo'lsangiz, taxtangizni tez chiritib qo'yishingiz mumkin. O'zi taxtani yaroqli muddati o'rtacha 10 yil, 15 yil hisoblanadi. Uni o'rniga sizga zo'r tavsiya beramiz. Taxtali polni o'rniga laminat yoki parket qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Suxoy stashiga qilasiz, penoplex qilasiz, to'pli pol qiladigan bo'lsangiz, birinchidan polis issiq turadi, undan tashqari ko'rinishi, dizayni juda ham bag'ati ko'rinadi. Hozirgi kunda taxtadan ko'ra laminat yoki parket ancha zamonaviyroq ko'rinadi. Agar uyingizga, xonadoningizga parket yoki bo'lmasa laminat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Elitstroga murojaat qilsangiz bo'ladi. Sahifamizga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsanglar, xuddi shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yormaysizlar.